Kapalak degan nomlanadi aka. Kapalak ha? Ha, o'zimiz ixtiro qildik bu yangi chiqqan kapalagimiz. Ha, son. Keyin Dilshod aka bizga yangilik bor dedingizmi? Yangiligimiz bor. U ikkinchi obyektimizda ishni boshlaganmiz. Hozir yangi fason. Hali hech kim unday qilinmagan o fasonni. Lekin bitsa juda ham chiroyli ko'rinadi. Misol bu, ya'ni ustalarga minus bo'ladi-da, uyda egasiga emas, to'g'rimi? Chunki sizlar hamma yo'g'i o'zlaringiz olib kelyapsizlar. Hatto litsenziyagacha o'zlaringiz olib kelasiz. Albatta, hammasi o'zimizdan bo'ladi. Boyagida uyda egasiga aytmaysizlar, samaringiz olib kel, reki olib kel. Yo'q, yo'q. 3D'imizda ikkinchisi yangi fasonimiz. Buni uyda egasiga sizlar taklif qilaymi yo kapalak fason deb endi 4 tasi bir bo'lgandan keyin kapalakka o'xshaydi-ekan, ha? Albatta. Uyum joyim deydigan akalarimiz uchun mana shu ko'rib turgan tunikafonlaringni usta akalarimiz 8 kun deganga urib berishibdi. Ya'ni 320 kvadratlik mana shu tunikafonimizni urib berishibdi. 2025-yil tunikafon narxlari nech pul bo'lyapti va qayerlarga xizmat ko'rsatishadi usta akalarimiz? Hamma ma'lumotlar berib o'tib ketamiz. Videoni boshidan to oxirigacha ko'radigan bo'lsangiz usta akalarimizni bonus va hamda skidkalari bor. Buni ham video davomiga aytib o'tamiz. Bu birinchi obyektimiz bo'lyapti. Oxirigacha ko'radigan bo'lsangiz ikkinchi obyektlarga ham borib yaxtan ham bir sira ko'rsatamiz. Kanalga yangi bo'lsangiz birdan like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ysangiz, biz har doim mana shunaqa qo'li-gul ustakalarimizni ishlarini chiqarib boraveramiz. Birinchilardan ko'rishlar mumkin. Bu videoni bilasizlar kimlarga jo'natishdi? Boshladik. O'zlaring bilasizlar, trendga chiqqan usta akamiz, ya'ni Dilshod aka olib keldik. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum obunachilar. Dilshod aka, bu xonadonimiz 320 kvadrat. 320 kvadrat, ha. 320 kvadrat. Haqiqatan 8 kunga tugatdilar. 8 kunda bo'ldik, ha. Gap bo'lishi mumkin emas. Rekordda bu. Bu ham oldingi videomizda, ikkinchi videomizda bu, ikkinchi patologimiz, ha. Shu nimani 3D'imizda ikkinchisi yangi fasonimiz. Buni uyda egasiga sizlar taklif qilaymi yo o'zi nima qildi-da? Shu videomizni ko'rib yoqdi. Yoqdi, shundan qilib berdik. Ha, shunaqa. 8 kunga tugatib berdilar. Bunga ham xuddi shu fasondan bo'lgan, plafonlari ham xuddi shu. Ha, plafon, mana ustidan akril yopishtirilganimiz 3D fason. Keyin Dilshod aka bizga yangilik bor dedingizmi? Yangiligimiz bor. U ikkinchi obyektimizda ishni boshlaganmiz. Hozir yangi fason. Hali hech kim unday qilinmagan o fasonni. Bizlar ishlab chiqarib, yangilik kirgizib, yangi fason qildik. Zo'r. Videoni oxirigacha ko'radigan bo'lsalaring, hozir ikkinchi obyektimizga boramiz. Ya'ni bir tugagan obyektlar bo'lyapti. Hozir davom etyapti, to'g'rimi? Ish jarayoni bo'lyapti. Ish qilyapmiz, ha. Videoni oxirigacha ko'ramiz. Dilshod aka, bu xudo xolasa ikkinchi obyektimiz bo'lyapti. Operativ ko'rsatishingiz mumkin tunikafonda. Bu qanaqa tunika fasonimiz? Bu yangi chiqqan kapalak degan nomlanadi, aka. Kapalak, ha? Ha, o'zimiz ixtiro qildik. Bu yangi chiqqan kapalagimiz, ha. Bu misol o'rtasiga har bittasini arasiga plafon ham qo'ysa bo'ladimi? Albatta, endi kim xohish istagiga plafon qo'ysa ham bo'ladi, tunika qo'ysa ham bo'ladi, tillar ham qo'ysa ham bo'ladi. U xohish istagiga, katalogga qarab qo'ysa bo'ladi. Ya'ni bu joylarimiz yopilar ekan, chunki uy egasi har joydan svitilnik tashlab ketdi. Svitilnik bo'ladi bu. Plafonlar bo'ladi. Xohlasa har bitta shu zazorga plafon qo'yib beramiz. Albatta, ha. Xohish istagiga qarab bu qo'yilaveradi. Zo'rligi bu, lekin bitsa juda ham chiroyli ko'rinadi, ha. Hozir uje nimalarni boshlabdilar, mana. Mana bitgan holati, mana shunday qo'yamiz. Ko'rsatishingiz mumkin mana. Bitgan holati mana shunday bo'ladi. Shunday bo'ladi, ha. Albatta shunday bo'ladi. Dilshod aka, qachon boshladik bu obyektimizni? Bu obyektimiz 9 kun bo'lyapti. Bugun 10-kunimiz. 10 kundan beri ishlab yotibmiz. Bir 3 kunlik ishimiz qolgan. Hozir chetida boshqatdan yasalayotgan nimasi bor, tunikasi. Shu yasab kelsa bir 3 kunlik ishimiz qoldi. 3 kunlik ishlar. Shu 12 kunda tugatyapmiz. 270 kvadrat mana joy. 270 kvadrat. Ha, albatta. Keyin ko'p obunachilarimiz tushunmayapti. Hali ham qarang. Misol 100 kvadratlik joy, 100 kvadratlikka 100 kvadratlik pul beraman deyapti. Shuni ham bitta ma'lumotini berib o'tib keting. Hech kim adashmasin. 100 kvadratga endi bu fasoniga qarab tunikaning rasxoti bo'ladi. Rasxot degani endi 100 kvadrat joyga 180 kvadrat tunika ketishi mumkin. 170 kvadrat ketishi mumkin. 150 kvadrat tunika ketadi. 150 kvadrat tunika ketgandan keyin endi 140 minglikdan tanlasa 140 mingdan 150 kvadratni uradi. Buni narxi
40 mingdan 180 minggacha rasxoti deyiladi buni. 180 mingdan. Ya'ni sizlar hech narsa olib kelmaysizlar. Usta akalarimizni o'zlari, hamma yo'q o'zlari bilan olib kelishib, rekasi bormi ko'rsatishingiz mumkin mana. Tunikasi bormi? Mana bu yerda qiyqim-chiyqimlari ham bor ekan, lekin misol bu ya'ni ustalarga minus bo'ladi-da, uyda egasiga emas, to'g'rimi? Chunki sizlar hamma yo'q o'zlaringizdan olib kelyapsizlar. Hatto litsasigacha o'zingizdan olib kelasiz. Albatta, hammasi o'zimizdan bo'ladi. Boyagida uyda egasiga aytmaysizlar, samaringiz olib kel, reka olib kel. Yo'q. To'g'rimi? Yo'q. Usta akalarimiz Samarqand viloyatidan bo'ladi. Qayerlarga borib xizmat ko'rsatadi? 12 viloyatga borib xizmat ko'rsatamiz. Kataloglarimiz 100 xil katalog bo'ladi. Plafonlar ichida bonusga birinchi telefon qilgan odamlarga 5-10 mingdan arzon bo'ladi narxida kvadratidan o'tib beraman. Gap bo'lishi mumkin emas. Dilshod aka nomeri pastga Telegram katalog so'rarsalar, katalog tashlab berishadi. Agar biron joyga ko'rgan bo'lsa ham rasmga tushirib taylab bersa ham qilib beramiz. Albatta qilib beramiz. Gap bo'lishi mumkin emas. Lekin to'g'risi menga bu fason juda ham yoqdi. Ayvonlaringni sirazi o'chaydigan fason bo'lyapti bu. Kimga yoqqan bo'lsa, обязательно like bosib, kommentariy обязательно yozinglar. Mana shu fasonimiz necha puldan o'ryapsizlar? 160 mingdan bu. 160 mingdan. Boshlanishga 160 mingdan. Tunikani qalinligi qanaqa bo'ladi? 4lik bo'ladi aka. 4lik tunika, ha? Ko'rsatishingiz mumkin. Kapalak fason deb endi 4 tasi bir bo'lgandan keyin kapalakka o'xshaydi ekan, ha? Albatta. Boyagi birinchi obyektimiz uni kvadratini necha puldan edi? Uni birinchi qilgan obyektimiz 135 mingdan qilindi. 135 mingdan. Ya'ni 120 mingdan to 150 minggacha bo'lgan narxlar bo'ladi. Narxlari. U 3,5lik lekin. 3,5lik. Bu 4lik. Kapalak, ha. Bu kapalak degani endi hamma tomonidan ustonaklar bosilgan holatda bo'lyapti. Shuning uchun 4lik qilmasa valna berib qoladi. Valna berib qoladi. Zo'r. Xohlasalaring boyagida har joyiga plafon ham qildirsalaring bo'ladi. Ya'ni o'rnatib berish mutlaqo bepul, to'g'rimi? Albatta, hammasi ichida aka. Hammasi ichiga. Faqat rasxoti 140 mingdan 180 minggacha shunaqa. Ya'ni sizlar faqat pulni sanasalaring, usta akalarimiz mana shunaqa ko'rinishdagi tunikafonlarni urib berishadi, to'g'rimi? Shunday. Zo'r. Dilshod aka katta-katta rahmat bergan ma'lumot uchun. Xudo xolasa yana yangiliklar kutib qolamiz. Nasib bo'lsa, xudo xolasa. Do'stlar, video yoqqansa bir dona like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ysalaring. Biz har doim mana shunaqa usta akalarimizni ishdan chiqarib boraveramiz. Birinchilardan ko'rishlaring mumkin. Tunikafon qildirmoqchi bo'lgan aka ukalarimizga обязательно bu videomizni podpisa tugmasini bosib jo'natib qo'yamiz.